Salom qadrli savoldoshlar, bugun biz yangi o'quv ingliz tili birinchi qism 19-20 dars o'tamiz. Bu ikki darsda bir necha muhim grammatikalik nuqtalar bor. Shu savoldoshlar internet yaxshi ko'ranglar. Undan keyin biz mashq darsimizda bizningki talaffuz, tarjima ham grammatik mashqlarini olib boramiz. Shunlashqa buning uchun cho'qim mashq darsini internet yaxshi ko'rsanlar bo'lmaydi, ha. Undan keyin deb qo'ydigan gap bizningki ATF ingliz tili kursimizninki yangi o'quv ingliz tili birinchi qismdan toki oliy maktab ingliz tili ikkinchi qismgacha bo'lgan. Shu ingliz tilini mukammal yetildiradigan kursninki butkul kurs haqqi 45 euro. Agar qatnashishni xohlaydiganlar bo'lsa, menla aloqalashsanglar bo'ldi. Bu kursda sin darsida yo'llandi, lekin buniki mashq darsi intayin muhim. Mashq darsida biz talaffuz, tarjima ham grammatikalik nuqtalarni qayta o'rgatamiz. Shu orqali mukammal ingliz tilini o'rgangan bo'ldi. Endi 19 darsning so'zlikka qarab qayli, ha. Endi birinchi so'zning birinchi tovushi nima ekan? Ekan. Mg'ani qo'saq ma, akin tqa ern qo'saq ter. Matter, matter. Matter degan gap ish, masala degan gap. Lekin amerikaliklar qanday talaffuz qildi degan chaqda t'ning oldi keynida so'ziq tovush bo'lib qolgan sharoitda uni d o'qish talaffuz qiladi. Undasa matter deb jumayga matter, matter. Matter degan ish, masala degan gap. Sizlar ingliz tilida matter deb asanda matter, matter. Anan ikkinchi so'zning birinchi tartibi ekan t bilan sh qo'shilsa ch qayni qo'shsak ch, elni qo'shsak chill, jni qo'shsak chill, ha. Agar d bilan rin deb o'qilsa j deb o'qildi. J qayni qo'shsak j, ni qo'shsak jin. Children, ha. Children degan gap ya'ni bolalar. Bir bala deganing ko'pligi, ha. Children, bolalar. Va so'zning birinchi tovushi nima ekan? T ekan. Tqa ayni qo'shsak tie. Aniki nima ekan? Ga ern qo'shsak dni qo'shsak tired. Endi buni urg'usna degan t degan narsa tini kuchli qolganmiz. Tired degan erib ketmak degan gap. Tired. Keyingi so'zning birinchi tovushi nima ekan? Bahkan. Bahqa oyni qo'shsak boy, ha. Boy degan o'g'il bola degan gap, ha. O'g'il bola. Boy, o'g'il bola. Buning birinchi tovushi nima ekan? Tilni tishlagan sqa erni qo'shsak third. Sni qo'shsak odatdagisi ekan go. Sni qo'shsak thirst, ha. Thirst. Birinchi cho'qim tilingni tishlab olasizlar, ha. Thirst, ha. Tiqini qo'shsak t, thirsty. Thirsty degan usab ketish degan gap, ha. Usab ketish. Thirsty. Andan keyingi so'zning birinchi tovushi nima ekan? Mg'ani qo'shsak ma, qo'shsak mam. Mam degan ana, apa degan gap. Bu endi aklatma gap. Endi kichik bolalar jiqroq deb qo'ydi bu gapni. Mom deydi. Asli mother degan gapniki nima ekan bu? Qisqartirilmasi yoki aklatma shakli. Mom degan gap ana, apa degan gap. Ba'zi yerda apa deydi, ba'zi yerda ana deydi. Uyg'ur tilida ana desanmi o'xshash, apa desanmi o'xshash. Mom. Ma so'zning birinchi tovushi ekan ska. Skani qo'shsak sit. Ni qo'shsak sit. Sit. Agar nima ekan dqa awni qo'shsak down. Ni qo'shsak down. Ya'ni bu qo'shma suqtash ekan u dning oqistiki. Down, ha. Sit down. Sit down degan gap o'ltirish degan gap, ha. O'ltirish. Sit down. Andan keyingisi nima ekan? Keyingi so'zning birinchi tovushi erga. Erga ayni qo'shsak right, ha. Right. Ni qo'shsak right. Right degan to'g'ri degan gap, ha. To'g'ri. Amma so'zning birinchi tovushi ekan ay ekan. Ayga shni qo'shsak ice. Ayga nima ekan? K ekan. Kni ekan erga. Ergani qo'shsak re, ha. Re. Buni qo'shsak cream. Nasa ice cream, ha. Ice cream. Ice cream degan gap marojniy degan gap. Ice muz degan gap, cream degan qaymoq degan gap. Muz qaymoqmi deb qo'yamiz-ku yoki marojniymi deb qo'yamiz. Ice cream, ha. Ice cream, marojniy. Matter, ish, masla. Children, balalar. Tired, erib ketish. Boy, o'g'il bola. Thirsty, usab ketish. Mom, ana, apa. Sit down, o'ltirish. Right, to'g'ri. Ice cream,
Мороженое. Muzqaymoq. Matter. Children. Tired. Boy. Thirsty. Mom. Sit down. Right. Ice cream. M-tekstga mandal qarab baqayli. 19-sınıf tekst qaranglar. Tired and thirsty. Erib ketish hamda usab ketish degan tekstga. Apsi ballarninki naiti o'ynag'isi kelmay tug'unni ko'rib nepti. What's the matter? What's the matter degan gap? Yani nim bo'ldi degan gap. Masalan, birasi yig'lab o'tadi. What's the matter? Yoki birasi munda ulab qoldi. Nima? What's the matter? Nim bo'ldi deymiz-ku? Nim bo'ldi. Yani boshqa ko'ngil bo'lish shaklda what's the matter? Nim bo'ldi. Nim bo'ldi. Nim ish bo'ldi degan gap. What's the matter, children? Ballar nim ish bo'ldi deb so'rabdi. We're tired. Biz erib ketdik. And thirsty, mom. Qizi, we're tired. Erib ketdik desa o'g'lim debdi. We're thirsty and thirsty, mom. Usab ketdik apa debdi. Sit down here. Sit down ga o'tirish degan gapdi-ku. Sit down. O'tiring. Here. Here degan bu yer degan gapdi. Sit down here degan gap bu yerda o'tiringlar deydi. Are you alright now? Are you alright now? Hozir yaxshi bo'lib qoldingmi deydi. O'ltirib bo'lgandan keyin, salzroq o'tirib bo'lgandan keyin deb so'radi. Yaxshi bo'lib qoldingmi deydi. Buningki nemisda biz grammatika nuqtasi tushunamiz, Yaxshi bo'lib qoldingmi deydi. No, we aren't. Yo'q, biz yaxshi bo'lib qolmadik deydi. Ase bunda qaradi. Look, qaranglar bolalarım deydi. There's an ice cream man. Bu yerda bir morojenichi turdi. Muzqaymoq satiq odam turdi. Deb apsi u muzqaymoqni oldiga bordi ekan, 2 ice creams please. 2 tal muzqaymoq bering deydi. Here you are. Anikin muzqaymoqni ekilib, here you are. Here you are degan man elang tuting degan. Here you are children. Manla elangla bolalarım deydi. Thanks mom, rahmat apa deydi. These ice creams are nice. Bu muzqaymoqlar, morojenelar bak yaxshi ekan. Are you alright now? Endi yaxshi bo'lib qoldingmi? Yes, we are. Thank you. Biz yaxshi bo'lib qoldik. Rahmat. Tekstmi shu ekan, Endi 19-sınıf grammatikalik nuqtaga qarab baqaylik. What's the matter, children? What's the matter, children? What's the matter, children? Degib nima ish bo'ldi bolalarım degan. Nima ish bo'ldi degan nadin gap qoldi. Sizlar hozirgacha o'rganib kelyapsizlar. Buni asan chiqarib qaranglar. The matter is simple, children. Bu masala bo'lsa oddiy bolalarım. Dedikmi? Endi bu yak bepilni oldiga chiqarib esa kesim pilni qanolti savolga aylandi. Is the matter simple, children? Bu masala shunda oddiymi bolalarım? degan gap. Endi bu masala nima? Bu oddiy so'roq jumlaning oldiga nimani qo'yib bersam what? What is the matter? Unda esa simple what taqishadi ekan. Nima masala? Masala bo'lsa nima bolalarım? What's the matter, children? Masala bo'lsa nima bolalarım degan gap. Nim bo'ldi degan gap ingliz tilida. Yani what's the matter degan gap. Nima ish bo'ldi, nim bo'ldi degan gap, nim bo'ldi. Yani buni yaxshi yagim, yomon yagim ishlatgildi. Masalan, biroz qilib, men tura nimda nim bo'ldi deymiz, what's the matter? What's the matter? Nim bo'ldi deymiz, what's the matter? Shuni ingliz tilida, shuni kelish manbasi shu. Biz buni o'rganib o'tgan, nayt asan tushunasizlar. The matter is simple, children. Ishlanaydi, masala bo'lsa intaqdi bolalarım. Is the matter simple, children? Bu masala bo'lsa oddiymi bolalarım? Endi what's the matter, children? Nimi masala bu yerdagi bolalarım, ya'ni nima ish bo'ldi bolalarım degan gap. Keyin ikkinchi nuqta, look. Men sizlarga burundan deb ko'rdim. Look, qarang degan gap. Qarang degan gap nimaga ishlatamiz? Masalan, biz ko'z oldimizga odamga ma'lum bir narsani o'tinish, buyruq yoki unda shakl degan chaqda u you look deb jumaydiq. Siz qarang demaydiq. Qarang deymiz uyg'ur tilida o'xshash, Ya look degan gap qarang degan ma'nosi chiqadi. You look deb jumaymiz. Bu ikkinchi nuqta. Qarang degan gap. Endi ma grammatika qarab baqaylik. We are tired and thirsty. Biz tired ni erib ketdik degan, erib ketish degan o'z feel ekan-ku. Undan so'ng bu yerda qaranglar. Diqqat qilinglar. Thirsty usab ketish nawi. Tired erib ketish. Buningga faqat oldiga be fe'l, kesim fe'lni qo'shgan chaqda undan shu ma'noni berdi. Masalan, we are tired and thirsty.
Biz bo'lsak, nima erib ketdik, hamda usab ketdik. We are tired degan gap biz erib ketdik. We are thirsty degan gap biz usab ketdik. Ya'ni demakchi tired yoki thirsty ni oldiga be pilni, ya'ni kesim pilni qo'ygan chaqda ananikin erib ketish, usab ketish degan ma'no chiqadi. Cho'qim be pilni qo'shib ishlatamiz. Masalan, I'm tired. Men erib ketdim. You're tired. Sen erib ketding. She is tired. O kız erib ketdi. He is tired. O bala erib ketdi. They are tired. Ular erib ketdi. Yani demekçi bu yerdeki kesim bil. Nimeге qarab o'zgarayotgan? Oldidagi, ya'ni igiga qarab o'zgarayotgan. Iga, mesela I bo'lsa am. I'm tired. Men erib ketdim. Sen erib ketding. You're tired. Sen erib ketding. O kız erib ketdi. She is tired. O bala erib ketdi. He is tired. Ular erib ketdi. They're tired. Yani tired bilan thirsty ni olgan chaqda aldığı be pilni, yani is, am, are'ni qo'shgandan keyin anandan keyin shu ma'noni ifodalaydi. Yani tired, thirsty aldığı be pilni qo'shib ishlatamiz. Cho'qim be pil bilan keldi. Endi here you are degan bo'limiga o'tgan man eling tutung degan gap. Ko'z oldimiz bir odam bor, men bir narsani bermoqchi, shunaqa darhol uni bermoqchi, men shu vaqtda nima deyapman? Here you are tutung eling man degan gap, uyg'ur tilidagi. Ko'z oldimizga demga deymiz-ku bu gapni uyg'ur tilida o'xshash. Ko'z oldimizga demga man eling tutung demoqchi bo'lsa, here you are man eling tutung degan gap. Endi ma grammatikka qarab boqaylik. Are you all right now? Are you all right now? Siz hozir yaxshi bo'lib qoldingizmi? Siz yaxshimi? Chataq yo'qdi, masli yo'qdi degan ma'no chiqadi. Endi yaxshi bo'lib qoldingizmi degan ma'no chiqadi. Undan esa bu ingliz tilida ishlatilish o'rni bir qadar kang bo'lgan ishlatish so'zi. Bu asli qanaqa? You are, sen bo'lsang all right degan gap bexatar, sog'lom, hech vaqasi yo'q, hech qisi yo'q, chataq yo'q degan gap. Millatda. You are, sen bo'lsang all right. Sen bo'lsang chataq yo'q. Sen bexatar. Now, hozir senda chataq yo'q, bexatar degan gap. Arni oldiga chiqarsak nima bo'lgan? Are you all right? Sen yaxshimi, bexatarmi, yaxshi turdingmi? Now, hozir degan gap. Are you all right now? Sen hozir yaxshimi degan gap. Diqqat qilinglar. All right degani nima qanchaqda talaffuz qilganchaqda ingliz tilida all right. O deb right deb asanlan bo'ldi. Ingliz tilida shuni olamiz. All right. Shuni asanlan bo'ldi. All right. Alright'ning ma'nosi bir necha bexatar, sog'lom, hech vaqasi yo'q, hech qisi yo'q, chataq yo'q degan ma'nosi chiqadi. The car turned over. The car turned over. Ya'ni mashina o'rilib tushdi. Ta'tirsiz o'rilib qoldi. But lekin the driver nima bo'ldi? Taxi driver dedik. Taxi chauffeur, driver degan chauffeur degan gap. The driver, lekin chauffeur was all right. Chauffeur bexatar. Mashina o'rilib ketibdi, lekin chauffeur hech nima bo'lmabdi degan gap. Uyg'ur tilida hech nima bo'lmabdi deymiz-ku, bexatarkan yoki hech nima bo'lmabdi deymiz. Ya'ni all right ning ma'nosida chiqgan bexatar, sog'lom, hech vaqasi yo'q, hech qisi yo'q, chataq yo'q degan ma'nosi chiqadi. Masalan, is it all right with you? Ya'ni biz boshqalarning ma'qulligini olgan chaqda. Is it all right with you? Is it all right with you? Sizda chataq yo'qdi. Masalan, bu qanday ishlatamiz? Masalan, biz mashinalik Yevropaga aylanmoqchi. Shunaqa. Bir do'stimiz dedi, "Bil boramsiz, borma?" dedi. Yani bir do'stimiz boramsiz, qanday qilsam bo'la? dedi. Oxirgi kun mangdigan bo'lib qoldik. Shu vaqt nima dedi? Chataq yo'qdi sizda. Chataq yo'qdi. Bo'ldiganda. Boshqa masala yo'qdi degan ma'no chiqadi. Is it all right with you? Sizda boshqa masala yo'qdi, chataq yo'qdi degan gap. And hush, my love, it's all right. Endi yana bir ma'nosi nima chiqadi degan chaqda, masalan boshqalar bir xatolik o'tkazib qo'ydi. I'm sorry. Oh, xafaman. It's all right. Hush, my love. Bo'ldi gapqilma.
Demisanız bo'ldi my love, qadrlikim bo'ldi deyman. It's alright. Voy chatoq yo'q, voy yo'qlang ish bu. Mesela uyimizga mehmon keldi, shunaqa mehmon keldi, uning bolasi elplam rumkani yak tashlab chiqib etdi shunaqa. Hamda qarshi taraf antasi, voy xapman, voy I'm very sorry. Desam, it's alright. Okay, no problem. It's alright. Voy hech qis yo'q, hech vaqasi yo'q, masli yo'q buningda deganimda ekamiz. It's alright. It's alright. Yani mishak ishlatamiz. Va chata yo'q, voy bo'ldi, u hech qanday ish emas, u deb qo'yamiz qo'y, shuni ekamiz inglizlar. That's alright. That's alright. Mesela I'm sorry I'm late. Men kechikib qoldim, xapimma, men kechikib qoldim. That's alright. Voy hech qis yo'q, hech vaqasi yo'q, voy hech nima bo'lmaydi. Deymiz qo'y, shuni ekamiz inglizlar. That's alright. Mesela birisi dedi, I'm sorry to trouble you. Siz nima avar qilib etdim, ajab xijillatdim, men kechiring deysin lekin that's alright. Hech qis yo'q, hech vaqasi yo'q, unda demsanizim bo'ldi deymiz qo'y. Shu vaqtda nekimiz that's alright. Endi 19-jarsning tekstga qarab qo'yaylik. What's the matter children? What's the matter deganni tushuntirib o'tdik. What's the matter children? Nim bo'ldi bolalarim deydi. Bolalar qarsa o'ynab berib qolgandek bir xil tursin deydi. What's the matter children? Nima ish bo'ldi bolalarim deydi. We are tired. Biz erib ketdik. Buni depadim o BP bilan cho'qim kesin bilan keldi. We are biz bo'lsak tired erib ketdik. And thirsty mom am usab ketdi qapa deydi. Sit down here. Sit down degan gap. Sit down degan gap o'ltiring degan gap. Sit down. Qaranglar. Sitga tin deya o'xshalib etsan bo'ldi. Sit down. Sit down here. Va o'ltiringlar deydi. Are you alright now? Yani bunu tushunib, are you alright now? Endi yaxshi bo'lib qoldinglarmi deydi. No, we aren't. Yo'q, biz yaxshi emas deydi bolalar. Look, qaranglar deydi. Look, qaranglar. There is an ice cream man. Bu yerda bir morojenish turdi. There is an nim bo'lib bu yerda degan gap men chiqib qoldi degani men chiqqan chaqda ikki darsdan keyin chiqdi bu. Shu vaqtda depray. There's an ice cream man. Bu yerda bir morojenish turdi deydi. 2 ice creams please. Morojenichni oldiga qo'yib, men 2 tal olaman debsizmi? 2 ice creams please. Morojenish 2 tal deymiz qo'y o'qitildimi? Anis berib morojenichni oldiga debdi. 2 ice creams please. 2 tal morojeni berang, xapolmay deydi. Please deganim bu yerda o'qitildlar. Xapolmay bilan eng yaqin keldi. Xapolmayman deb qilsangiz, deymiz qo'y. Shun please deymiz. Here you are children. Here you are dedi. Yani men eling tutung degan gap. Here you are children. Bolalarim buni elinglar deydi. Ashkital morojeni qilib balliq beryapti-da. Here you are children. Men elinglar bolalarim deydi. Thanks mom. Rahmat apa deydi bolalar. Endi inglizlar madaniyatida mayli bolasi bo'lsin, dadasi bo'lsin, onasi bo'lsin, ma'lum bir ishni qilib bergan chaqda cho'qim uni rahmat deydi. Chunki uningki masalan biz Uyg'ur dachilikda qanday deymiz? Biz cho'qim ota-onasi bolalar qilish kerak, bolalar ota-onasi qilish kerak, vaqt rahmat demisin bo'ldi. Deb ashna cho'ng bo'limiz qo'y, hisobda uning majburiyatida ekan chetliklarda mayli ota-onasi bo'lsin, aka inisi bo'lsin, yoki har qanday yaqin edim bo'lsin, bir ishni qilib bergan chaqda thank you, thanks, rahmat deydi, thanks mom, rahmat apa deydi valla. These ice creams are nice. These gen bular degan gap. These ice creams zi chiqdi, bu nimada morojenilar bak yaxshi ekan apa deydi. Are you alright now? Qaytin so'raydi. Endi yaxshilab qoldingmi? Desa bolanim deydi. Morojeni bilib, yes, we are. Thank you. Biz yaxshilab qoldik. Rahmat apa deydi. Yani bu o'lim qana ekan, tomochi bola ekan. Bekat turibla, are you alright now? deb bosh so'rsa yo'q dedi. Undan keyin ishkital morojeni yeb bo'lapman deydi. Are you alright now? Are you alright now? Endi yaxshilab qoldingmi? Nima deydi? Yaxshilab qoldik deydi. Morojeni yeb yaxshilab qoldi bu bola. Okay. Bu 19-darsning teksti, Hamda 19-darsning tekstining o'qilishi. Tekstning o'qilishini men yana burun qo'xshash, asta bir qadam o'qirma, normal sur'atda bir qadam o'qirma, tez sur'atda bir qadam o'qirma. Siz mashq qanchaqda shu bo'yicha mashq qilsanglar bo'ldi. What is
the matter, children? We are tired and thirsty, Mom. Sit down here. Are you all right now? No, we aren't. Look, there's an ice cream man. 2 ice creams, please. Here you are, children. Thanks, Mom. These ice creams are nice. Are you all right now? Yes, we are. Thank you. Tekstninki normal o'qilishi va tez o'qilishi. Lesson 19. Tired and thirsty. What's the matter, children? We're tired and thirsty, Mom. Sit down here. Are you all right now? No, we aren't. Look, there's an ice cream man. 2 ice creams, please. Here you are, children. Thanks, Mom. These ice creams are nice. Are you all right now? Yes, we are. Thank you. Endi tez o'qilishi, Lesson 19. Tired and thirsty. What's the matter, children? We're tired and thirsty, Mom. Sit down here. Are you all right now? No, we aren't. Look, there's an ice cream man. 2 ice creams, please. Here you are, children. Thanks, Mom. These ice creams are nice. Are you all right now? Yes, we are. Thank you. Endi 20 darsning so'zliklari qarab boqaylik. Birinchi so'zdan birinchi tavsiyam bahkam. Bahkayni qilsak b, gni qilsak big. Big degan yo'g'on, cho'ng degan gap. Big, yo'g'on, cho'ng. Keyingi so'zdan birinchi tavsiyam shga, sinkeysam mga, mga oni qilsak mo. Anki anaqis kelgan alni al deb o'qiymiz edi-ku, oga moga alni qilsak mol, small. Small degan gap kichik. Kichik degan gap, Keyingi so'zning birinchi tavsiyam ekan o'kan. Ya'ni qo'shma suqtash o'kan. Aning keyingi tavsiyam ekan pkan. Pni qilsak p, ni qilsak pin. Open. Open degan gap ochiq degan gap, ochiq. Open. Ochiq. Aning keyingi so'zning birinchi tavsiyam ekan shga. Shqani qilsak shut. Ni qilsak shut. Shut degan gap yepiq. Itik degan gap, Yepiq, itik, taqoqliq degan gap. Uyg'ur tilidagi. Ammo so'zning birinchi tavsiyam ekan lkan. Layni qilsak light. Ni qilsak light. Light degan gap yenik degan gap, yenik. Yana bir ma'nosi chiroq degan ma'nosi bor. Yo'riqliq, chiroq degan ma'nosi bor. Buni bilib qo'ysang bo'ladi hozircha, keyin chiqadi. Bugungi tekstlik ma'nosi ekan light, ya'ni yenik degan gap. Ammo keyin so'zning birinchi tavsiyam ekan qa ani qilsak ha. Anki nimkan vga. Vga i'ni qilsak v. Heavy. Heavy deganim ekan eg'ir degan gap, eg'ir. Masalan, ma'lum bir narsa eg'ir bo'lsa heavy deymiz, Ammo so'zning birinchi tovushi nima ekan? Lkan. Lga oni qilsak la. Ya'ni bu o emas, a emas, hech degan tuqi la. Laga anaqis tovush nima ekan? Nga. Ni qilsak long, Long degan uzun degan gap, uzun. Uzun. Endi ma so'zning birinchi tovushi nima ekan? Shga. Shqa u ni qilsak shu. Z ni qilsak shoes. Bu oyoqlar degan gap. Bir tal oyoqni shoe'lam deymiz, Chunki ko'pincha avvallasida biz ko'plikni ishlatamiz, chunki oyoq 2 tal bo'ldi. Shunga shoes, shoes. Oyoqlar. Ma so'zning birinchi tovushi nima ekan? G'ga. Ikkinchi tovushi nima ekan? Irga. Irgani qilsak ra. Ni qilsak rand. Ni qilsak rand, grand. Grand degan gap cho'ng, zo'r degan ma'nosi qildi amaliyotda. Grand. Father degan nima bo'lgan? Dada degan gapda. Grandfather degan gap cho'ng dada degan gap. Endi ingliz tilida yoki so'zlagan chaqda dini talaffuz qilmasalim bo'ldi, ya'ni ikki xil talaffuz bor, qaysi bo'lsa o'xshash. Grandfather desalim bo'ldi yoki grandfather. Grandfather desalim bo'ldi. Cho'ng dada degan gap. Grandfather. Endi ana degan mother degan to'q. O'xshashlar grandmother, grandmother yoki grandmother. Grandmother. Grandmother degan gap cho'ng apa degan gap, cho'ng apa. Grandmother. Hem so'zga o'qilishi qarab qo'yla. Big, cho'ng, yo'g'on. Small, kichik. Open, ochiq. Shut, yepiq, itik, taqoqliq. Light, yenik. Heavy, eg'ir. Long, uzun. Shoe, bir tal oyoq. Shoes, oyoqlar. Grandfather, cho'ng dada.
grandmother, cho'ng apa. Big, small, open, shut, light, heavy, long, shoe, shoes, grandfather, grandmother. Endi 20 darsning teksti qarab baqaylik. 20 darsning teksti look at them. Ular qarang. Ular mandaq kelmasan look at them. Ular qarang. They're clean. Ular pokizgan. They're dirty. Ular maynatgan degan o'xshash. Mushu mashq darsi ekan, ha. Ondan sonra men bularni bir o'qib beraman, shu bo'yicha mashq qilsanglar bo'ldi, ha. Look at them. Ular qarang. They're clean. Ular pokizgan. They're dirty. Ular maynatgan. They're hot. Ular isib ketibdi. They're cold. Ular to'nlab ketibdi. They're fat. Ular bak semizgan. They're thin. Ular o'riqgan. They're big. Ular cho'nggan. They're small. Ular kichikkan. They're open. Ular ochiqgan. They're shut. Ular itikkan, taqoqgan. Yani demakchi, bu yerda look at them. Qarang, ular jeb pokizgan, ular jeb maynatgan. Qarang, bak talab ketdi, ular bak isib ketibdi, bak to'nlab ketibdi. Qarang, naman semizgan, yomon o'riqgan, yomon cho'nggan, yomon kichikkan. Qarang, ochiqgan taxi. Yoki qarang, taqiytibdi deymiz-ku. Mush bunchgana look at them. They're clean, they're dirty. They're hot, cold, they're fat, thin, they're big, small, they're open, shut. Look at them, ular qarang, they're light, ular yenikkan. Look at them, ular qarang, they're heavy, ular ig'irkan. Look at them, ular qarang, they're old, ular qiyirkan. And old'ninki bir ma'nosi qiyri, ya'ni bir ma'nosi ko'na degan ma'no chiqadi. Shunlashqa buni boshqa rangda qilib qo'ydim. They're old, ular qiyirkan. They're young, ular yoshgan deydi. They're old, ular ko'nikan. They're new, ular yangikan. They're short, ular pakakan. Short'ning qisqa degan ma'nosi chiqadi-ku, ya'ni bir ma'nosi paka degan gap. They're short, ular pakakan. They're tall, ular egizgan. They're short, ya'ni bir ma'nosi short'ningki qisqa degan ma'nosi chiqadi. They're short, ular qisqakan. They're long, ular uzunkan degan gap. Mush bunchgana ma'zur bir qatam o'qib bermay, shu bo'yicha ko'plab o'qib mashq qilsanglar bo'ldi. Look at them, they're clean. Look at them, they're dirty. Look at them, they're hot. Look at them, they're cold. Look at them, they're fat. Look at them, they're thin. Look at them, they're big. Look at them, they're small. Look at them, they're open. Look at them, they're shut. Look at them, they're light. Look at them, they're heavy. Look at them, they're old. Look at them, they're young. Look at them, they're old. Look at them, they're new. Look at them, they're short. Look at them, they're tall. Look at them, they're short. Look at them, they're long. Qadrli savoldoshlar, mushtum bilan bizniki 19-20 darsimiz oxirlashdi. 19-20 darsning topshirig'i yana biroq o'xshash, ya'ni so'zlikni 10 qatim ko'chirib yozasizlar, tekstni 2 qatim ko'chirib yozasizlar. Anondan keyin tekstning tomida intayin pishiq o'qiysizlar, bo'lsa yodlab o'tisizlar. Biz kelar qatimlik mashq darsida tekstningki o'qilish mashqi, tarjima mashqi, talaffuz mashqi hamda grammatika mashqini yaparmiz. Shu orqali sizlarningki o'qish, yozish, anglash, tangshash jihatda to'liq yetilishingni kafolat qilamiz. Lekin buning oldingi shart yana sizlarning topshiriqni to'liq vaqtida yaxshi ishlab kelishinglar. Shuning bilan bizningki 19-20 darsimiz oxirlashdi. Xayr, xushvaqt bo'linglar.